5-chi bob. Men sizlarga bir muhabbat naqshisi aytib beray. Bu naqsha do'stimning uzumzorligi haqidadir. Do'stimning boy idi uzumzorligi. Uning yeri munbat edirliqda idi. U og'dirib yerini, terib tashlab tashlarini, tikdi u yerga sortliq üzüm ko'chatlarini. Yosidi u yerga bir ko'zat kapsi. Hatto qozdi ham bir sharob ko'lchiki. Kutgan edi u bu yerdan yaxshi g'usulni, biroq nachar chiqdi uning üzümlari. Parvardigor mundaq deydi: "Hey, Yerusalimda yashaydiganlar, hey, Yahudiya fuqarolari, men bilan uzumzorliqim ustida hukm chiqaringlar. Men uzumzorliqim uchun ko'p ajr qildim. Yana nima qilishim kerak edi? Üzümlarning yaxshi chiqishini orzu qilgan edim. Biroq nima uchun üzümlar nachar chiqdi? Endi uzumzorliqimga nima qiladiganligimni sizlarga aytib qo'yay. Uning qashoqlarini qo'mirib tashlayman. Hayvonlar kelib uni yeb tugatsin. Uning tomlarini buzib chaqiman. Uni hayvonlar dassab, chaylab, vayron qilsin. Men uni tashlandiq yer qilib etaman. Hech kim uning shoxlarini tutmaydi, o'tlarini o'tmaydi. U yerni tikan va ozg'onlar besib ketadi. Bulutlarga yağmur yağmaslikqa emir qilaman. Qudratlik sardor Parvardigorning uzumzorligi İsroil xalqidir. Yahudiya fuqarosi uning xushtor bo'lgan o'simligidir. U adolatni orzu qilgan edi, biroq qon to'kilishni ko'rdi. U haqqoniylikni kutgan edi, biroq nola faryodni angladi. Uyi turib yana uy qo'shib olganlar, qo'riqiga yana qo'riq ketib olganlarning holiga vay. Bu zeminda boshqalarga joy qoldirmadinglar. Endi o'zinglar yolg'iz yashaysizlar. Qudratlik sardor Parvardigor menga mundaq dedi: Nurg'ulg'an uylar cho'ldarab qoladi. Hatto isil saroylarmu odamsiz qoladi. 10 mo uzumzorliqdan aran bir kupla sharob chiqdi. 10 tag'ar uruqdan aran bir tag'arla oshliq chiqdi. Qaq saharda turib, ochiq bo'zining kaynidan yugurib, kechicha may ichib, g'arq mast bo'lganlarning holiga vay. Ularning ziyofatlarida sharoblar ichilib, lira, chiltor, dob va naylar bilan nag'mi navo qilinadi. Biroq Parvardigorning ulug'vor ishlari ularning xiyoliga kirib chiqmaydi. Ular Parvardigorning qilgan ishlariga nazar solmaydi. Xalqim meni tonimganligi uchun sürgün qilinadi. 100 obro'liqlar va fuqarolar ochliqdan, usuzlikdan halok bo'ladi. Shu tufaylidan go'rning ishtihosi yo'g'nab, og'zi cheksiz yo'g'on ichiladi. U Yerusalimning nopusliqlari va fuqarolarini yutib ketadi. Shuning bilan billa o'yin tomosha qilganlarni yutib ketadi. İnson past qilinadi. İnsonning hakovurligi yerga uriladi. İnsonning takabburligi
yerge uruludu. Biroq qudratlik sardor Parvardigor odil hukmi bilan ulug'lanadi. Muqaddas Xudo o'zining haqqoniyligi orqali muqaddaslikni namoyon qiladi. U vaqt kelganda qo'ylar o'z yayloqlarida o'tlab yurgandek, uzumzorliqlarda o'tlab yuridi. Boylarning xarobiliqidimu musofirlar ozuqliq tepib yeydi. Yolg'onchilikni arg'amchoq qilib, gunohini sürab yurganlarning, razillikini horvisi bilan elib yurganlarning hollig'i voy. Ular Xudoni masxara qilib, qani tez bo'lsin, u qildig'ini tez qilsin. Biz ko'rayli. İsraillarni tanlagan muqaddas Xudo maqsadini amalga oshirsin-chu. Biz bilayli, deydi. Oqni qora, qorni oq. Yo'ruqlikni zulmat, zulmatni yo'ruqliq. Tatliqni ochiq, ochiqni tatliq deydiganlarning holig'i voy. O'zini dono deb bilganlarning, o'zini ziyrak hisoblaganlarning holig'i voy. Haroq ichishda boturlik qilganlarning, haroqni aralashtirib ichishda no'chilik qilganlarning holig'i voy. Ular pori elib gunohkorni qo'yib berdi. Begunohqa adolatsizlik qiladi. Shunga yalqinjab yenivatgan o'tni ko'yivatgan paxal va g'azondek ularning yiltizlari chirib, gul çiçekleri köyüp ketidi. Ular qudratlik sardor Parvardigorning ta'limini rad qildi. İsraillarni tanlagan muqaddas Xudoning so'zlarini ko'zga ilmidi. Shu sababdan Parvardigorning o'z xalqiga g'azibi qo'zg'aldi. Ularga zarba berish uchun qo'lini ko'tardi. Tağlar təvrinib, cəsədlər xuddi əxlətki oxşaş koçilada yatıdı. Şundaqdımı onun qəzibi biçilmaydı. O kötürgən qolunu yanıla düşürməydi. O yıraqdaki əlləgə tuğ körstüdü. O puştək kilib, dünyanın uçididikilərini çakırdı. Mana bu əllə tez hem uçqandek kelidi. Ularning hech biri harmaydı, putlaşmaydı, mügdep kalmaydı, uxlab kalmaydı. Ularning ne kemerleri boşaşmaydı, ne çoruqlarının yipleri üzülmeydi. Ularning okyaları ötkür bolup, sadaqlarının kirliçi çın tartılgan, atlarının tüyakları çakmak taşdek qattiq, jang harvlarının çaqları quyundek pırqıraydı. Ular shirdek höküreydi, g'oljir shirdek huvlaydı. Ular hörkirep, ziyonkashlikka uchirg'uchiga itilidi. Uni elib manganda hech kim uni qutqizolmaydi. U vaqt kelganda ular İsraillarning ustida hörkiraydi. U ovoz xuddi dengiz shovqiniga o'xshaydi. Agar kimki u ziminga boqsa, u zulmat va azobni ko'rdi. Yo'ruqlikmi qora bulutlardan xiralishidi.